Qana oldu? Bu idik atat başkanlığını onu belgilese şotudu. Ola geldi.
Dada, ben mi çoğun oldum? Mene es qilishimcha, nurg'un odamlar nurg'un ishlarni qilganda, asli unda qilsam bo'pti ekan, asli bunda qilsam bo'pti ekan deydi ekan. Menimcha hamma ish taqdirning o'rinlashtirishi. Men kichik vaqtimda sendan qattiq ranjigan. Lekin soqchi bo'lib amin tushundim. Menimcha opammi cho'qim sening oilaga ko'ngil bilanmay, nurg'un oilaning bexatarlik uchun qurbon berganligini tushundim. Balam, seni bu dilo grupsidan boshqa bir dilo grupsiga yo'tkamoqchi. Nimishqa? Ayni chog'da sen soqchi maktab imtihon berib o'tgan vaqtingda sening jasoratingga men qoyil bo'lgan. Men seningdan ansiraydim. Sababini bilamsan. Chunki seningmi menga o'xshash oilaga ko'ngil bilamaydigan odam bo'lib qilishingni xohlamaydim. Dada, hissiyatını düşündüm. Menimmi o'ylaydiganim, sana o'xshash munavvar soqchi bo'lib, nurg'un oilani, nurg'un kishilarni xotirjam qilsam kerak deyman. Burun sening o'g'ling bo'lgan bo'lsam, hozir men bir soqchi. Uning ustiga hozir men sening xizmatdashing. Adalat boshlig'i, men asliki delo guruhi qaytib kelishni talab qilaman. Hep balam, ayni vaqtida seni ochlarni orasiga avatgan vaqtimizda sen mujda joyli qilib turgansan. Burun ularning tig'i uchun men qaritilgan bo'lsa, hozir sen qaytilding. Men sening bu ishga tavakkul qilishingni xohlamayman. Dada, endi tapaqni. Bu idorada o jinoyatchilar mendan boshqa kim yaxshi tushundi? Ularning mijoz xarakteri, ularning razilligi kim menda yaxshiroq biladi? Ularni men hammadan bekarroq yaxshi tushunaman. Buni sanama ayang'o. Endi kelganda mening bu dilo guruhidan chiqib ketganining o'zi aniqlamli bu diloning tez bosh bo'lishiga to'sqinlik qilgan bo'lmay nima? Sen o'ylab baqda. İnimning hayotligini bildik. Men kech kunduz inimni qaytirib akilma deb bizga va'da bergan. Endi bo'lganda meni bu guruhdan chiqarib olsang, men boshqa yerda xotirjam ishlayman. Endi qaramlik qilishga bo'lmaydi. Dada, bu qaramlik emas. Sen bir peshqadam soqchigo. Bu har bir soqchining qilishdagi ishi ham majburiyatdir. Mendek bir akining mas'uliyati. Kechirgin. Sening umidingni yad qo'ygan bo'ldim. Navoiy qaytib kelishim sen xohlamasang, yetar boshliqqa o'zim qaytib kelishni talab qilaman. Demeyse şundaq mı? Menen seni ixtiro qildirishga yetarli sabr taqdimmi? Shundoq mı? Sen yana yeligarlik, xursandlik qilib, bu ishdan qutulib ketaman deb o'ylama. Sening sabr taqding bo'lsa, meningmi bor. Menda bari hozir vaqt. Burhan! Anglayapman. Yeta, Alvasta efendim nede? Sen soqchigu. Sen bizning aramizda 3 yil tug'angu. Sen bizni to'liq tushunatdinggu. Buni mendan so'ramay, noji bo'lsang o'zingiz deb topmamsan. Men uni topaman. Men uni cho'qim tutaman. Shundoq qil, topqin. Umisini qachon meni izlab toparkan deb saqlayotdi. Qaraganda sen yana uning ishini vatqa o'xshaysan. Sen hozir o'zingni oldini o'ylab boq. Sen bizning qo'limizda. Sen eng yaxshisi yuvashlik bilan ixro qilib, qonunning seni kengchilik bilan bartaraf qilishni saqlashdan boshqa hech qanday yo'ling yo'q. Dilshod. Inangni ko'ngaga o'xshamamdi.
Nima? Rasli ko'rgin kepti-da. Sen uni kichik vaqtida ko'ribmi boqmaganga deyman. Agar menga yolvursang, balkim sana o'to'g'riliq oz-to'la so'zlab berishim mumkin. Men inimni topaman. Lekin seningdek hayvonga yalvirib emas. İzlab topdin. Balkim uni ko'rgan vaqtingda ta'sirlanib yig'lab ketishing mumkin. Uning uchun singdirgan ajrimiz uchun rahmat aytib qilishing mumkin. Las! Dadı balışkınla yaxshi paranglashinglar. Ko'ngilinglar yerim bo'lsa, quchoqlashib, yig'lashib, bir-biringlarga tasalli bersanglar bo'ladi. Sening bilan ayrim hisoblashim. Kichki, Yaxshimisiz Savirin aka? Nima için kichik aka? muhabbat bormi? Ha? Tıxı yo'qdi. Kam, iliqi muhabbat deyman. Ha? Ha. Ba, hozir aka ya. Mana bu qapa chiqibdi. Muhabbat bor yerda hamma narsaning eng yaxshisi bor. Shunga mening tanlashim muhabbat kichik. Menga yarashqa sizga tavsiya qildim. Muhabbat kichik. Ulardan biraz jipuchi egalgili bo'g'dakmi? Hozircha yo'q. Ular bakku. So'roq va razvedkaga ilgarlik bilan taqobil tura oladi. Shunga biz sabrchan bo'lishimiz kerak. Men biron to'liq tushundim. O qarmoqqa ilgarda ko'ringan bilan o'z oldiga qaror chiqib bir ishni qilolmaydi. Borxondan kichik qizni tutqun qilishi uning xo'jayinini o'rlashtirgan ish. Ular Borxonni pesh qilib biz bilan kuchli ishmoqchi bo'lyapti. Yoki Borxonning ularga hech qanday qimmati qolmadi. Shuni uni bizga qasddan tutmaydi. Yoki bo'lmasa yoki nima? Ularning boshqa bir plani. Yalg'on asad bilan Borxon ikisini so'roq qilish orqali Alvasti apandimdan jipuchini egallashimiz kerak. Men yalg'on asadni o'zim so'roq qilsam bo'ladi. Ma'qul. Sen Nijat bilan Borxon tutgan naq maydonga berib, jipuchi egallab baq. Biray jipuchiga erishib qolsak ish emas. Ma'qul. Asma hazırlamay. To'xta. Yalg'on asadning balasi bor yo'qligini bilamsan. Oda qadamliq so'roq natijasida bir o'g'li bir qiz borligini bildik. Lekin ular bir şey aytmaydi ekan. Uning ustiga bekchiq aloqalashib ketmaydi ekan. Yalg'on asad chiroyini o'zgartgan ekan. Faqat aloqam yo'q. Uning boshqa uchur yo'qmi-kan? Hozircha yo'q. Bo'ldi. Sen chiqib ishingni qilaver. Ma'qul.
Sen hazır bütün cinayetlerini ihra qilib, kengchilik qilishni qo'lga keltirsan. Ya, yani etmezsen şundak bu. He? Ne koymakçıdan? Ben fakat ata-anamni o'zligini boqaylik. Toptum ayrılgalarını kandak bulduğalıkını bilemsen. Barmak kesin. Kül atsan ko. To'xta. Ben senin yürüğünden bunca çoğup ketkenini acak bilmeptim ha? Lekin sana da koyay, bizge boysunmağanlarının tirik çıkmaydıqanlığını bilişin gerek. Bunu bir taraf kılıver. Katan kimlar ketdi? Karhan Begzadı'nın mübarek kadımı yutup kaptı o bir ege. Anlasam Esat Kamil'in bugün bir yerden kılığan ciddi iş varmış. Şuna qandaq ciddi iş ekanligini bilib beqish uchun keldim. Buni olim bo'pti. Bununla... Men seni so'radim bu. Karhan Begzade bunda kichik ishlog'imi qiziqidi ekan, ha? Dadam bu qadimliq plan uchun butun qonlarini sarf qildi. Buning hammasi bu qadimliq planning o'ng'ishli bo'lishi uchun. Asli bunday ahvol ostida Asatga sen biz bilan birlikda saqlashing kerak edi. Behuda ovorachilik hammamizga ziyonga kelishi mumkin. Asli Begzade muşu haramlık üçün kettikende. Boptu, hürmetlik Begzade'nin yüzünü qilib, bunun bir kuş qinidan keçey. Sening putqo'lingning chaqalliqqa haqiqatan qoyilman. Qarchagan desa sen tanimaydigan odam yo'q. Lekin ba'zi ishlar hozirroq qo'lda ishlatishni o'rganib qolganimiz. Qanday dedim?
Kechib ketdi. Sana baldıroq qarama. Aka, buni qanday qilamiz? İzzetini bilmeydiğin haramlak. Burhan biz bilan qasddan kirishib, hech nima degilmayapti. Menimcha, Burhanning bu jinoyat shayklarininki yuqori qatlamdagilarning plani va harakatini bilish notayin. Bu ish bu diloning tez baş bo'lishiga zo'r to'sqinlik qiladi. Men Burhanning bu qatimliq bolaga o'rgatish harakatini boshqa birisi o'rinlashtirgan deb qarayman. Qana so'zing davomlashtirib. Şunu biz Burhanning zodi kimning buyruq orqali ish qilganligini bila olsak, balkim foydali ipuchiga erisha olishimiz mumkin. Bu deginan mening o'ylig'imdek chiqdi. Burhan lekin baş xo'jayinlarga bevosita uchrashamaydi. Meningcha ularning bir yoki bir qancha qatlam odamlar bor bo'lishi mumkin. Shunga sizlar mushni asos qilib ipuchi egallayman. Atat başlıqı, yalğa asal so'roqlik jarayonida bir ipuchi bayqaldimi? Yo'q, bayqalmadi. Meningcha yolg'on Asad Burhandan jiqnasi biladi. U boshqalarga deyishni xohlamaydigan cho'qim bir maxfiyatligi bor. Nima maxfiyatlik? Uni men toza aniq bilmayman. Necha kundan keyin men berib ayrim so'roq qilmoqchi. Shu vaqtda bilib qilishim mumkin. Atat başqa bir ipuchi bayqaldi. Asma maktab kirib chiqay. Sen atrofni kuzatib bo'ldi. Kechiring, sizning xizmatingizni tahlil qilib qo'ydim. Yo'qay, sizlarning xizmatingizga biz uchun muhim. Rahmat. Sizdan so'rab baqsam,
sizning telefoningiz yutgan shu kundagi ishlarni qayta eslab deb bera olamsiz? Ha, bo'ladi. O gün men ishdan baldır tushdim. Tushib o'dil uyga qaytdim. Ondan uydan talabazig bir narsa kerak setib olib Talabazirga bog'cha mashayidingiz aytdingiz. Yo'q. Uy bilan talabazirning oraliqida yaqin bo'lg'achqa piyoda chiqdi. Talabazirga bog'cha oraliqda rasli aloqlashdingizmi? Ha, do'stim bilan fikrlashyotdik. Demak, talabazirgacha bo'lgan oraliqda telefon yo'qolib ketmagan. Qanchami shu? Talabazir nechilik vaqt tutdingiz? Taxminan 10 minutdan 15 minutgacha. Narsa kerak setib qo'yib chiqdim. Narsa kerakdan pulni telefon to'ldingizmi, naqd pul to'ldingizmi? Uni naqd pul to'ldim. Ha, naqd pul to'labdim, naqd pul. Bundansa pul to'lagan bo'lsangiz, talabazirdan chiqqandan keyin telefon ishlatganingiz esingizmi? U toza esimda yo'q. Onancha eslayman. Lekin men ishlatmadim. Chunki men talabazirdan setib olgan narsalarim sal chiqdi. Ikki qo'limni ko'tarib qaytdim. Shunga chiqib telefonni ishlatmadim, xudayman. Talabazirdan chiqib, o'til uyga qaytdingiz. Ha, o'zida uyga. Tushundim. Ma'qul. Sizning vaqtingizni yeb qo'ydim. Rahmat. Yo'q. Bu da ham bir ish qolsa, sizni avar qilib qo'yishim mumkin. Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Hayt, to'xtab turing. Indadarni qachilab olay. Agar buday izlab kelgan vaqtingizda ish o'rnimda bo'lmay qolsa, meni topolmay qolasiz. Ma'qul. Meni izlashga qulaylik bo'ladi. Ma'qul hamsa. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Undaq bir yukchi bodakmi? Talabazir boraylik. Vay. 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 So'rama kechsin.
Hem özüңнің yalğız turduğanlığını bilme. Özüңni bilip yür. Men bilen karşılaşkanның paydası yok. Aygül. Dilshod keldiңizmi? Dilshod meni bir sijroqdan kuzatayotgandek qiladi. Kechada telefon qilib tahdid soldi. Kirishga jur'at qilolmay, sizga telefon qildim. Bo'ldi, tushundim. Qo'rqma, ha? Boqilma, men keldi. Endi ansirashdan ochdik. Bo'ldi. O'zingiz bilasiz, ha? Yaxshi qo'llanib. Telefon qilganimni deb beraman. Telefonni to'rdan qilgan o'xshaydi, telefon nomeri ko'rinmaydi ekan. Siz tek sağ adam turibsiz. Yaqinda biraz siz bilan kechib qolganman. Kechib qolgan? Ha. Lekin hech uning bo'lishi mumkin emas. Kim? Alida bir bola bor, men qo'g'lishib atgan. Bir necha kun burun uning telefon qildi ekan. Men uning ustiga qattiq tekkan. Lekin mencha u ovozini tanıyamedingizmi? Ovozini detalda o'zgartirib tutdi, normal emas ekan. Bana telefon numaranı da beraman. Kimni? Alina. Ali. Ha, bir necha kun burun uning uchur yezib ekan, men qaytarmagan. Shu uchur bag'idayman. Ha, mana ustidagi shu. O neymiş kıldı? Aygül? Ha, müşünü mut üstündeki bir son. O neymiş kıldı soradı? Onun neymiş kılışını taz enik bilip gitmeyim. Lekin o davamlı bir musafir motosiklet oladı. Oldu çendim. Oldu. Siz baldıra kırıp aramayla atiyen işleyesiz. Lekin... Kokotapsız. Oldu, korkma. Ha? Ben bak, keşiş merak etmemiş tutturma. Lekin ben onda qilsam siz jabhat tatib qolasiz. Bo'ldi, men do'stimni oy kelsam, nima bo'ladi bugun? Sizni bu yerga qo'yib qo'ysam. Mendan ensirme, men bunday ishlar kirib ketgan. Siz kirib xotirjam uxlayasiz bo'ldi. Lekin Dilshoddan Bo'ldi. Xotirjam bo'l. Ma'qulmi? Bo'ldi. Qo'y. Hey. Qana, bir yangi fikr bormi? Nijot, atadigan inim kelgan. Bir boramiz. Küçükçe.
Yaxshimisiz Savirin aka? Nima uchun ichsak ha? Muhabbat bormi? Ha? Yo'qdi. Kam, yeniqi muhabbat deyman. Ha? Va bismillah. Ha. Ba, hozir aka ya. Mana bu qapa chiqdi. Muhabbat bor yerda hamma narsaning eng yaxshisi bor. Shunga mening tanlashim muhabbat uchun. Menga yarashqa sizga tavsiya qildim. Muhabbat uchun. Voy, kim o'sizlar, nima qilsizlar? Kelsa, boshqa telefon qilib, tehdid solsa. Kuniz bu eski motorimni minib, shovqin chiqarsa. Qarg'an sen yaxshiroq boshqarib qo'ysak bo'ldi. Nima odamsizlar? Saqishkansizlar-da. Endi og'inlar o'zinglar bilasizlar, o'g'illarmishda mashina motorlar amroq kelmaymiz. Endi pika qilgani shahar sirtida ancha-muncha o'ynab qo'ydik, bu qonun xilop emas-ku. Mana tushunmasanglar, mototsiklning rasmiyatlari to'liq. Bu qonun xilop emas. Lekin boshqalar telefon qilib teksizlash qonun xilop. Men kimga telefon qilibman, kimga tehdid solibman? Qizandingni. Musholan qochmoqchimisan? Voy, bunda qo'rqitib olsanglar, qochmay nima qilma. Musha xiraqlamsa, idor boramdoq. Voy, nimani xira qilma? Ha, rost shu. Necha kundan oldida shahar ichida moto o'ynaganda. Kechida bir mashinani so'qib o'tib, egisi yo'q vaqt qishib ketgan. Men bugun berib, egisini tepib, mashinasini yostib beray. Tuydimi? Ha, oldin qayda? Bir mashinamning rangini o'zgartgan. Uni tek tizim qoldirmay, voqeaga uchrab, mashina remontxonada unimi operab tizim qoldirib bitay. Yana-chi? Yana mototsiklning 10 million pul chalqaganda, bu mototsiklni shu men berib, egisini tepib, uning pulini berib bitay. Aygul telefon qildingmi qimda? Ya, o qizni yaxshi ko'rdimmi? Qanday bilasizlar? Jeyma. Raskaqla, telefon qildingmi qimda? Voy, o qizning ochiq bek yomon, uni kunduzmi qaraymasam, kechasi qanday telefon qilaman? Asandab qo'yay. Bayam bizga deganlaringni qatnash idorasiga berib, hamin yuvosh chiqarib, ma'qulmi?
Bo'ldi, men hozirlab berib, hammani topshiray. Bugun aqamson, o'sha o'zim yana izlab keldim. Bo'ldi, men cho'qim boraman, o'zim boraman. Buni mushtaqli qo'yib o'tamdiq. Onun turqini ko'mdim. O motor minishdan boshqa hech qanday narsa yo'q. Biz Alini Aygul tekstilib urilgan telefon bilan munosabatlikmikin deb uning bilan ko'rishdik. Uning bilan ko'rish paralanish jarayonida uning bodilo bilan munosabat ekanligini tizimlashtirdik. O faqat Aygulning keyinga kirib olgan birisi. Başta o kızın telefonu o'g'irlandi. Aqilin ma'lum bir kishi o qizga telefon qilib tahdid soldi. Sizlar o'ylab boqinglar. Ular nima uchun Aygul bilan qoldi? Meningcha ular Aygulga hargiz sababsiz telefon qilmaydi. Ular balkim Dilshodning Aygul bilan ko'rishganini bilishi mumkin. Va yoki Aygul bilib bilmay ularning ba'zi ishlarini ko'rib qolgan bo'lishi mumkin. Gap dalmish edi. Meningcha Aygul ma'lum bir ishni bilib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga ular Aygulni biz bilan uchrashtirishni tez xohlab ketmaydi. Nima ishni deysiz boshliq? Hey, bu ishni uqsaq, bu yerda muzokara qilib o'tiramto. Dilshod, sen Aygul bilan ko'rishib baq. U balkim bir ish yo bir odamdan ko'rgan bo'lishi mumkin. Ular Aygulni bizga deb qo'yishdan ansirab, shunga uning tahdid silayotgan bo'lishi mumkin. Haqqi. Nijat, sen hozirli berib, Aygulga tahdid solgan telefonni nereden urilganini bir tekshirib baq. Hop. Ablas, sen bir qancha adam bilan berib, shahardagi gumonliq nuqta va odamlarni tekshirib kel. Hop. Kevchiron saqiltib qo'ydim-a? Hech qisi yo'q. Qani mashinadan chiqqan, tomoq yegach parranishadi. Ma'qul.
yoki shundan oldi keyinda siz biror gumonli ishga yo'liqdingiz yoki biror gumonli odamga uchradingiz. Sizdan bir gap so'rab qo'ydim. Gap so'rang. Dilshod, sizlar odatda qanday ishni normalsiz, qanday odamni gumonli odam deb qaraysizlar? Men siz qanday qarang, masalan, sizning odatda normal turmushingizda doim yuz bermaydigan ishlar, tuyuqsiz yuz berib, sizning diqqatingizni, sizning gumoningizni qo'zg'agan bo'lsa, yoki bo'lsa shu ishlar tufaylidan sizga g'ayri sirliq tuyg'u bergan qanday odamlar demoqchi. Men yaxshiroq o'ylab boqay. Ma'qul. Ichimga kishi oldirmaydi. Lekin men odatda dam olish kunlaridan boshqa vaqtda atilishga borman. Ishdan tushaman. Ishlash budlay ketaman. Ba'zida ishni do'stlarim bilan ko'rishaman. Ko'rish tomoq yeyman. Tomoq yeb yana uyga ketaman. Bundan sonra odatda atrofimda bo'lgan ish odamlarga ancha diqqat etmayotganman. O'g'il do'stingiz bilan ko'rishmabsiz? Nasıl sen xatashini qilma. Ben fakat tafsiliyatlarni to'liq tushunmayman. Xatashini qildim. Nima deb o'zim Tushundim. Kechiring. Diqqat qil. Oygullik kechada telefon urgan odam bilan turishtirganda bo'ldi. Birashmadimi? Birashmadimi? Yo'q. Hech yo'q. Ha? Men davomlashtiring. Shu bu kuni men odatdagidek ishdan tushib uyga Aygül bilan paranglish jarayonida hech qanday gumonliqlikni his qilmadim. Menimcha Aygül oddiy ham bir sodiq qiz bo'lgan. Biz Aygül'ga telefon qilgan odamni tepib chiqdik. U Aygül bilan tanishib muhabbatlashgani 2 yil bo'ldi deydi. Shu kuni Aygül bilan so'qishib qolib, shu uning telefon qilib tahdid soldim deb iqror qildi. Bu to'g'ri emas bu. Aygül menga o'zining o'g'il do'sti yo'qligini aytdi, ham uyda yolg'iz turganligini aytdi. Navoda o bola Aygül'ün haqiqiy o'g'il do'sti bo'lib qolsa, nima uchun o'zining telefon nomerini telefon qilmay, to'g'ri telefon qildi? Ikki yil muhabbatlashgan o'g'il do'sti bilan kichikmi urushib qolganlik uchun bizga telefon qilib ahvol ma'lum qilaman. Buningda cho'qim bir gap bor. Atrof boshqa Aygül yo'qolib ketdi. İşler qandaq bo'layotidu? Ishlar plandagidek bo'layotidu. Lekin mening siyaqamda aytilgan yolg'on Asad bilan Burxon tutilib qoldi. Men ularning chiroyini ko'rib boqmagan. Men toza ishinib ketmayman. Agar men ularni tutilib qoldiganga planlamagan bo'lsam, ular shuncha o'ng'ay tutilib qolamidi? Bu planning ishi ekanda. O ikisining keragi qolmadi. Ularni qo'dayman deb yurish bizga avarchilikdan boshqa narsa emas. Hozir ular qo'rsqidan azirmaydigan bir yerga bordi. Hammalar xotirjam degan gap. Lekin azirma. Ular hech nimani bilmaydi. Men ularni faqat o'ziga o'zini no'ch qilib ko'rsatib qo'ygan xolos. Sen emas, hatto men ularning oldida tursam-mu, o'ziga barliq ishlarni o'rlashtirayotgan odamning men ekanligini hargiz faraz qilolmaydi. Endi xotirjam bo'ldim. Yuk bo'lganlarni tashlab etdik, yengiladik. Ham Odilga bizning atrofli planimiz yo'qdek.
bizni o'ng'ayli qo'lga tushirgili bo'ldigandek ta'sir berdi. Mening maqsadim dal shu. Ondaqda endi ishni nereden başlaymiz? I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, need a cup of blend, that's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say,
术地方才收集回来的大大小小的纪念品，在杂物箱里扔着，失去了所有颜色。我们怎么可以残忍到用伤害对方的方式来面对这个曾经说好要一起面对风浪的世界？队长，队长，队长，喝杯咖啡吧。可是那些大风大浪，谁都给不了，唯有最亲密的人，才能带来致命伤。我们曾经相爱。现在几点了？你知道我不喜欢凌晨2点45分。有什么动静吗？没什么动静。他们一直在家，我怀疑他们正在商量着什么事。Ustida sizni saqlayotgan mehmon bor. Aras, sizlarni tunishtirib qo'yay. Og'inam Abdullah, Mo'shiyaning xo'jayini. Bu yoq bizning otryad boshlig'imiz. Tunishqanlar o'xshamay. Sizlar xotirjam paralashinglar. Men usullik tayyorlay. Xotirjam bo'ling. U ishkirda tunishgan yaqin og'inam. Nahayda ishonchlik, Mo'shiyaning xo'jayini. Yana kelib, Qosim bundoq og'inam borligini bilmaydi. Bu tug'ilgan kuningga qilgan sovg'a. Lekin bu sizda turib tursin. Vazifa tugaganda taqaman. Qosim bak gumonxo'r. Bo'ladi. Qosimzode nima ish qilmoqchi bo'ldi? Qosimning nima ish qildiganligini Asaddan boshqa hech kim uqmaydi. U qaysar ishkaylarni bugun kechki harakatning o'rnini, vaqtini Qorqoshdagi ma'lum bir odamga yetkazib qo'yinglar debla avatgan. Meningcha, ular bugun kechda cho'qim bolalarni aytmoqdi. Mening his qilishimcha, Qosimning bu qitimqi maqsadi bola o'g'irlashlar emas. U 15 yil burungi Eliqi dilodagi etilib ketgan Hasanning qisosini elish uchun kelganda qiladi. Undaqda uning Hasan bilan xil quyuq munosabati bor ekanda. Amaliyotda Hasan bilan Qosim bu guruhdagi ikki cho'm yo'lbos. Undaqda bu qatim shu o'yinning oxirini o'ynaydi ekanmizda. Bu mening farzandimdek bo'ldi. Sen cho'qim ehtiyot qil. Ular sendan gumonlanib qolmasin. Ma'qul dada, Qosim xabarimizni kutyapti. Men qaytay.
o'zingni asra.目前的这个案子，局里面非常重视，专门让刑侦部门的同志和我们联合办案。案件的重要性，我就不多说了。下面由刑侦部门的同志把详细情况再给我们做一下介绍。经我们侦查发现，此次任务目标建筑位于小区的东北方向，前后门各有2条路线，犯罪分子应该是在2楼的这个位置。具体行动实施方案由我们队长来做详细介绍。队长，这次任务分3组，第1组从窗户进。Jinoyat gumondori Asad Muhidin, 40 yosh. Boshqalar uni Qarachayin deb atashadi. U ko'p qitim bola o'g'irlash, bola setish, zaharli chekimlik so'lisiga chatishliq. U uchiga chiqqan yiligar, gumonxo'r, talla. O'zidan boshqa hech kimga ishonmaydi. Uning aksi Hasan 15 yil burun zahar setish, zahar yutkazish sababi bilan tutilib, o'lim jazosi berilgan. Shuningdan boshlab u o'zini yushirib kelgan. Yunnan soqchilarmi uning izdirikini qilmoqda. Oldin qatim Qosimning delosida u birsini o'zining siyoqida yasab, Qosimga qo'shib bergan. Uning bunday qilishga asosli maqsadi nima? Buni hech kim bilmaydi. Oldingi deloning naq maydon ahvoli
va bu qatimliq odam o'ldirish delosidagi qo'nchoq kiyimga qaraganda bu ishning Asad bilan munosabati bor bo'lishi mumkin. Igilishimizcha Asad yaqinda Xotan tarafda paydo bo'ldi. Uning aniq o'rnini biz davomli tekshiryapmiz. Bu kishining ismi, yurti, asosli turish joyi hozirgacha aniq emas. Bu kishini boshqalar Alvos tepamda patishirgan. Yolg'on Asadni so'roq qilish jarayonida bilishimizcha, o'g'irlangan bolalar uning qo'lidan chet el va ichkari o'lkalarga sotilgan. Uningdan boshqa u oltin uchburchak bilan qo'yiq munosabati bor bo'lib, davlat ichiga akirilgan qiroyinning 40%ni uning qo'lida sotilgan. Bo'ldi, xotirjam bo'lib meni bering. Güzel. Ayağını tutkuzup kalamadık. Keçiyorum. Bu halı çuşuyla yumar bu cihalla. 什么叫不见了？ 我知道，可是回来就不见了。 Dada. Yig'inlar tugdimi? Ular ichotida. Sen nima o'ylayotganingni bilaman. Doktorxona ukamni ekpetgan kishi. Ashni qata qo'ygan kishi. Shundami? Bu gapni kim sana dedi? Bu kimning deganligi muhim emas. Apaning o'lib ketishi, ukamning yo'qolib ketishi, bu sening savolinging emas. O'zim bunchalik azoblayman. Hali 15 yil oldi. Chandirmag'ina bo'ladi.
4-cü numurluq malni faqat məndilla ala alaysan. Malның bahası aldınqı dımqıdan 2 есе yuqur bul. Başını gömsem, bu şunu öldürürdüm ben. Cinayetçi kimke? Udanasın Boran, Kasım vakaleten, uğurlanan balanın kolundan çıkarışkı nasıl? Yani 15 minut kaldı. Başını tecavüzü bu şunu öldürürdüm ben. Gider başka, kana kılmaz. Bir daha uçturuş kal, başını birine evesi var. Hop, derhal başını birine evetin la.
Dilshod, ko'nglingning yumshoqligini bilaman. Qarab turib kichikgina bir qizchaqning mushundoqla o'lib ketishini xohlamaysan-ku deyman. Burak! Ben idarani aloqalashdim. Ular hozir boshqa avatilgan bo'ldi. Burak! Qara! Ben tapanchani qilib qo'ydim. Ba'zi quruq qo'l. Ben balığına almışım. Onunki ishkala obdana paranglashayli. Dilshod. Xudo qilsa bu xatarlik. Men kiray. Yo'q. Borani men yaxshi tushunaman. U yer o'zimdan kirgani yaxshi. Xotirjam bo'linglar. Men hech tushunmaydi. Boran! Ansi men kirdim. Bo'pti. Sen uzun yolg'iz ki. Yine nereye işletilen bolsam, bu kızı naq maydondan öldürürdü ben. Ma'qul. Xotirjam bo'l.全组保持警惕，原地待命。一组收到。二组收到。Itaat başlığı. Dilshod og'izga solmaydi. Endi balını qo'yayotgan. Mashinka ishkala yaxshiroq paranglashaydi. Dilshod, men sana saqchi ekanligini faqat o'ylamoqdiman. Qozimjon sana bak ishini etdi. Sen ishning bolasi bizni setyaptın. Jiddiyleşme. Buran, gapimni angla. Nima? Nima degan o'ylayapsan, kim biladi? 队长，目标被强挡住，没有射击条件。二组保持警惕，继续待命。二组明白。 Buran, qara, qo'limni qo'ysa. Endi meni asratyapsan. Sen avval balni qo'yvat. Men balovda olmishay. Og'zimni yum. Boshini qara. Hozirlik keldi. Xotirjam o'g'il. Nima? Yanimizda inson. Hozir qo'salaman. Buran. Qara. Sen balni qo'yayotgan. Men yinonni qil. Nima? Bexatar joyga berib, oldin o'ylashaman. Atraf başlığı. Biz nişanga yaqinlashdik. Buyrug'ingizni kutamiz. Buran. Sen aqlli odam.
Odam o'ldirishdan qanday jinoyat ekanligini bilasan. Sen birovni turmada yotgan. Ben sana yardım qila olaman. Gapimni angla. Avval sizchaqlik qo'ying. Ben sana kapalat qilay. Sen bexatar joyga borguncha ben sana tutqun bo'laman. Müdürüme! Müdürce resmi bozulma! 全组行动！快库！ 带走。 Ben saçlarınız, ben de korkmam ha? Sen de yok değil. Çırağı sana. Yaxshimsan Odil. O'yinimizning birinchi bosqichini muvaffaqiyatli oxirlashtirganini tabriklayman. Mukofot poymangni yoningdagi sanduqqa qo'yib qo'ydim. Bu chiroyni ko'rmagili 15 yil bo'ldi deyman. Bu vaqtning qosh ko'zi seninkigila o'xshaydi. Sana bir hoş xabarini yetkazay. O'g'lim nihoyat. Uni qanday odam qilib tarbiyalanganimga qiziqyapsan ku deyman. Bu bosqichlik o'yinni oddiyrab qo'rlashtirdim. Lekin keyingi bosqichlik o'yinlarimiz bunday oson oxirlashmaydi. Davomli qatnashmaslikni o'zing qaror qilsang bo'ladi. Undaqda o'yin boshlandi.